Assalomu alaykum Study Global kuzatuvchilari. Bugun biz transfer xizmatidan foydalanayotgan talabalarimizning ota-onalaridan fikr-mulohazalarini bilib olamiz. Men Komiljon Muhammadali Study Global orqali Turkiyaga o'qishga topshirdim. Hech qanaqa aldov yo'q, yaxshi zo'r. Hammasi qonuniy. Men Sayfullayev Abduqodir Study Global orqali Kent universitetiga topshirdim va bir kun ichida qabul xati keldi va hozir uchib ketyapmiz. Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun biz Study Global orqali Turkiyaga universitetlarga o'qishga ketyapmiz. Study Global orqali o'qishga joylashib, u yerning sharoitlarini o'zlari tanishtirib, institutga olib borib, hamma dokumentlarni tayyorlab berib, qo'ldan kelgancha yordam berishyapti. Hammalariga rahmat. Tashakkur etib qolamiz. Assalomu alaykum. Men ismim Jo'rayev Samariddin. Xudo xolasa Kent universitetiga o'qishga kirdim Study Global orqali. Xudo xolasa maqsad o'qish bizda. Hammaga rahmat. Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz Toshkent International aeroportda turibmiz. Study Global Consulting bilan birga ishlab, Istanbul Kent universitetiga 50% grant bilan kirdik. Inshaalloh endi u yoqda ular bizdan kutib turibdilar. Hammasi uchun rahmat.